Muhammad Ka'bani yonida namoz o'qiyapti. Abu Bakr esa uni yonida turibdi. Sizlar esa gap sotib o'tiribsizlar. Qaytinglar. Xudo haqqa qaytinglar. Rabbim Alloh degani uchun unga qarshi chiqyapsizmi? Hoshim urug'i eshitib qolsa, ko'p qon to'kilishiga olib kelishi mumkin. To'g'ri. Shuning uchun do'stingga ayt ketsin, jahlimizni chiqarmasin. Rasulullohga buyruq bera olmayman. U Allohning amrini yetkazadi. Biz eshitdik va bo'ysundik deymiz. Unda sendan boshlaymiz. Labi qimirlayapti. Biror narsa degin o'g'lim, gapir. Rasulullohning ahvollari qalay? Payg'ambarlardan keyin yerga bosgan eng afzal inson, payg'ambarlardan keyin yo'lga turgan eng afzal inson Abu Bakr Siddiqdir.